Soyadagi iqtisodiyot davlatning iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri. Mamlakatimizning barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi ushbu illatni bartaraf etish maqsadida bugun keng qamrovli ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan, departamentning Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan 2025-yilda mazkur yo'nalishda 310 ta jinoyat fosh etildi. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash jarayonida 2025-yilda Jizzax viloyatida hisobga olinmagan 6,8 mingta holatni rasmiy iqtisodiyotda aks ettirish orqali byudjetga 1 trillion 204 milliard so'm qo'shimcha tushum ta'minlandi. Bu borada sohalarni raqamlashtirish tashabbusi ham ijobiy samara berayotganini e'tirof etish lozim. Bosh prokuror huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan prokuratura va soliq idoralari bilan hamkorlikda yashirin iqtisodiyotni oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xatlov tadbirlari o'tkazilmoqda. Xatlov tadbirlarda bu ishlar sonini kamaytirib ko'rsatish, pul mablag'larini kirim qilmasdan faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni shu profilaktik qilish yo'li orqali tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz shu 2026-yilda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga erishish. Jumladan, hududdagi yirik savdo va xizmat ko'rsatish majmualarida maishiy korrupsiyani oldini olish maqsadida faoliyatda inson omilini kamaytirish natijasida viloyatdagi 25 ta bozorda oylik tushum miqdori 150% gacha ko'tarildi. Jumladan, Jizzax shahridagi markaziy dehqon bozorida raqamlashtirilgan savdo rastalaridan tushumlar miqdori keskin oshgani, shuning barobarida narx-navo bir me'yorda saqlanib qolayotgani e'tirofga sazovordir. Raqamlashtirishga o'tganimizdan keyin kunlik tushumlarimiz asta-sekinlik bilan ko'tarilib 400 milliondan 575-80 milliongacha ko'tarildi. Va bu ko'tarilishiga sabab ilgari tadbirkorlarimiz 5 ta joyda turib 4 ta joyga patta pul to'langan. Raqamlashtirganimizdan keyin to'liq hammasiga to'laydigan bo'ldi. Ijara to'lovlarini 120 million ijara to'lovlari to'lagan bo'lsak, hozirgi kunda ijara to'lovlarimiz ham 160 milliongacha ko'tarildi. Bu degani 30-35% ga markaziy dehqon bozorini kunlik patta pul va oylik patta pullarini oshdi deb hisoblasak bo'ladi. Ma'lumki, yashirin iqtisodiyot mahsulot va xizmatlarni iqtisodiyot subyektlari tomonidan yashirin tarzda ishlab chiqarish va soliqlardan qochish orqali noqonuniy tarzda daromad orttirishga asoslanadi. Jizzax viloyatida bu kabi holatlar mahallalarda faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari orasida ham ko'plab uchrab turishi inobatga olingan holda tushuntirish ishlari olib borilyapti. Hududimizda juda ham ko'p yashirin iqtisodiyotda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar bo'lgan. Prezidentimiz tomonidan berilgan imtiyozlar yoki ochiq iqtisodiyotga o'tishda yuridik jihatdan yuridik shaxs maqomini olib faoliyat yuritishni afzallik tomonlarini mana shu tadbirkorlarimiz, fuqarolarimiz o'rtasida tushuntirganimiz natijasida bugungi kunga kelib qonuniy ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning soni 100 dan oshdi. Bu 400 ga yaqin yangi ish o'rinlari degani. Bugun ham mana departament xodimlari yoki mana soliq idoralari xodimlari bilan birgalikda tadbirkorlarimiz va fuqarolarimiz o'rtasida yashirin iqtisodiyotdan ochiq iqtisodiyotga o'tish yo'nalishida targ'ibot ishlarini va uni kelgusidagi qanaqa qulayliklari, qanaqa imtiyozlarga ega ekanligi haqida tushunchalar olib borib beryapmiz. Bu ham albatta kelgusida o'z natijasini beradi. Mahallamiz yashirin iqtisodiyotdan xoli hududga aylanadi. Xufiyona iqtisodiyotni oldini olish borasida hududlarda olib borilayotgan o'rganishlar mobaynida tadbirkorlarga soliq imtiyozlari, tadbirkorlik yo'nalishiga oid yangiliklar ham tanishtirib borilyapti. Buning natijasida Jizzax viloyatida rasmiy ro'yxatdan o'tib faoliyatini qonuniy davom ettirayotgan tadbirkorlar soni ortib boryapti. Bu o'z o'rnida hudud iqtisodining yanada yuksalishiga xizmat qilishi shubhasiz.